O'zining bahavo tabiati bilan ma'lum va mashhur bo'lgan Chortoq tumanida 7 gektarlik maydonda Serbiya davlatidan keltirilgan g'aynoli ko'chatlari ayni vaqtda hosilga kirgan. Ayni vaqtda mazkur bog'da ko'chatlar ekilganiga 1 yil bo'lgan bo'lsa-da, guvohi bo'lganingizdek, ular hosilga kirgan. Kelgusi 3 yil davomida esa tonna hosil olinib, ularning barchasi to'g'ridan-to'g'ri eksportga yo'naltiriladi. Sherzod aka, bog' qachon tashkil qilingan? Bog' 2025-yil oktyabr-noyabr oylarida tashkil bo'lgan. Ko'rib turganingiz, bu yerga Black Spinner navini olxo'rini navi ekilgan, yoniga Serbiya navi ekilgan. Demak, hozir 2 xil nav hozir parvarish qilinmoqda, hosilga kirgan. Yangi bog'da 2 xil nav parvarish qilinmoqda. Hosilga mana ilk nishonalarini ko'rib turibmiz. Mana iyul oyini boshida pishadi, haqiqatda shu holat bo'ldi. Aytilgan muddatda pishib yetildi. Endi bu hozir ko'chatlar endi 1 yil bo'lib ekilganiga, xo'p, kelgusida qancha hosil olinishi ko'zlangan endi? Bir tup ko'chatdan hozir keyingi yilga bir 5 kilodan olsak ham 2000 tup bu yerda bor, 10 tonnaga yaqin hosil berdi mana. Ekkanimizdan keyingi 2-yil. Undan keyingi yillariga bu yerdan har bir tupdan 15-20 kilo, undan ham ko'p hosil bo'ladi. Yoshiga qarab, katta bo'lishiga qarab, yaxshi parvarish qilinsa, xudo xolasa, yaxshi natijalar beradi. Mana hozir Sherzodga bitta ma'lumot ko'rdim. Buni 6 donasi bitta yashikchani to'ldiradi, to'g'rimi? Shunaqa bo'ladimi? To'g'ri, haqiqatdan. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz, mana kalibrlari ham, kattaligi ham normal, xudo xolasa, yaxshi eksportbop mahsulot bo'lib turibdi. Holati ham toza, mana hamma toza fitosanitar holatiga javob beradigan bo'lib turibdi. Parvarishda nimaga e'tibor berish kerak? Hozir nimaga e'tibor beryapsizlar? Parvarishda asosan bizda zararkunandalarga, kasalliklarga, bu danangli mevalar o'zini zararkunanda kasalliklari bor. Shularga e'tibor qilishimiz kerak. Bundan tashqari oziqalarga e'tibor berib, yaxshi parvarish qilib turilsa, xudo xolasa kutilgan natijani beradi.